Assalomu alaykum qadrli do'stlar, qadrli obunachilarimiz. Barchamizni mana shu 2026-yilgi ro'za Ramazon bilan barchangizni tabriklaymiz. Barchangizga tinchlik, totuvlik, ishlaringizga esa muvaffaqiyatlar tilab qolamiz. Bugun Turkiyada iftorlik uchun olingan bir video blogimizda albatta tomosha qilmoqdasiz. Bugun mana shu bir oshxonada kelgan edik. Mana qarangki, dasturxonlarni mana shunday qilib bezaydi Turkiyada. Iftorlik uchun mana shunday masalliqlar qo'yib dasturxonga qo'yiladi. Sizda esa o'zi Ramazonda qanday niyatlaringiz, qanaqa fikrlaringiz bo'lsa albatta yozib qolding. Yaxshi niyatlarda albatta qilaylik. Yaxshi niyat yarim davlat deyishadi. Inshaalloh keyingi o'zi Ramazongacha eson omon sihat salomat etib olish barchamizga nasib etsin. Yana bizga kelayotgan ana shunday o'zi Ramazon bilan kimnidir ko'nglida tilaklar bo'lsa amalga oshsin, kasallarimiz sog'ayib ketsin. Albatta kimki nimaki niyat qilgan bo'lsa niyatiga yetsin. Inshaalloh barchangizga ishlaringizga muvaffaqiyatlar tilab qolamiz va shu oyni o'ziga esa yakun yasaymiz. Mana shunday Turkiyadagi yana bir hayotimizni o'zi Ramazon holatini sizlarning e'tiborlaringizga havola qildik. Salomat bo'lasiz.